Assalomu alaykum. Men ismim Otabek Ahmedov. Hozir sizlar bilan birgalikda nishani miyasiga kirish uchun 9 ta savol, ya'ni mijozimiz bugungi kunda nima haqida o'ylashini bilib olish uchun 9 ta savol orqali bilib olamiz. Boshladik. Birinchi savol: ularga kechasi nima uyqu bermaydi? Ya'ni mijozingiz uxlab yotibdi, uxlashdan oldin doimiy o'ylaydigan narsasi nima? Nimalarni o'ylab siqiladi yoki patologga qarab yotib nimalar haqida ko'proq o'ylaydi? Aynan shu narsalarni biladigan bo'lsangiz, siz mijozingizdan deyarli bir qadam oldinga chiqa olishingiz mumkin. Hozir bularni qanday bilishimizni ketma-ketlikdagi savollar orqali bilib olamiz. Ikkinchi savol: ular ertalab turiboq nima haqida o'ylashadi va nima ularga tinchlik bermaydi? Har bitta insonda bor, erta tongda uyg'ongan vaqtida birinchi nima deydi, xursandchiligimni nishonlayman, qolgan ishlarim keyin bo'ladi deb emas. Birinchi oldida turgan muammoni hal qilishga harakat qiladi. Kimdadir bo'lishi mumkin sotuvda, kimdadir bo'lishi mumkin mijozlar oqimida, kimdadir bo'lishi mumkin hali hanuzgacha biznesini rivojlantira olmagan. Yoki bo'lmasam o'sha obunachilar sonini oshira olmaydi. Aynan unga erta tongda uyg'ongan vaqtida nima ko'proq muammo bo'ladi? O'sha narsani bilib olishimiz kerak. Uchinchi savol: ular nimalardan qo'rqishadi? Har bitta insonda bugungi kunda qo'rqadigan narsasi bor. Kimdir pulsizlikdan qo'rqishi mumkin, kimdir ishsizlikdan qo'rqishi mumkin, kimdir mijozsiz qolib ketishdan qo'rqishi mumkin, kimdir esa obunachi yig'a olmasligidan qo'rqadi. Aynan sizning mijozingizda ham bugungi kunda qo'rquv bor. U narsani siz suhbat jarayonida bilib olsangiz bo'ladi. Birinchi gaplashgan vaqtingizda baribir hech bitta mijoz to'g'ridan-to'g'ri men mana shu narsadan qo'rqaman deb sizga aytmaydi. Bu narsani biz qachon bilib olamiz? Gap, ya'ni suhbat jarayonida o'zi shunday savollar bo'ladiki, mijoz o'zi bora-bora sizga ushbu narsani ochiqlab beradi. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri aytmaydi, siz aynan o'sha narsani o'zingiz bilib olishingiz kerak bo'ladi. To'rtinchi savol: ularni nega jahllari chiqadi va kimdan jahllari chiqadi? Misol uchun boshqalarda bor, menda yo'q. Yoki bo'lmasa mendan kichkinalarda ham o'xshaydi. Misol uchun aytaylik, u Instagramda obunachilarini ko'paytirish uchun video joylashni boshladi. Aytaylik bir 6 oy ketma-ketlikda video qo'ydi, borsin ana 10 mingta obunachi yig'ildi. Lekin kecha undan keyin boshlagan va 1 oy bo'lgan insonda esa 30 mingga yaqin obunachisi bor. Nima uchun unda o'xshadi-yu, nima uchun bunda o'xshamadi? Siz agar aynan o'sha narsalarni ko'rsatib bera olsangiz, unda o'xshamaganlik sabablarini, to'g'ri analiz qila olmaganliklari, nima uchun unda mahsulotiga hali ham bozorda taklif bo'lmaganligini ko'rsatib bera olsangiz, siz u uchun aynan kutgan insonga aylanasiz. 5-savol: ularning kunlik eng asosiy 3 ta muammosi, ya'ni tashvishi nima? Har bitta insonda muammo bor, boya aytganimdek, xuddi shu kabi aytaylik bir kunlik yoki bir haftalik unda ham bir qiynab kelayotgan muammosi bo'ladi. O'sha boya aytganimdek sotuv bo'lishi mumkin, marketingida bo'lishi mumkin, mijozlar oqimini yaratishda bo'lishi mumkin. Shu kabi aynan nimada uni muammosi bor. Har bitta mijoz bilan gaplashgan vaqtimizda biz ko'pchilik qilinadigan xato o'zimizning xizmatimizni taklif qilishga harakat qilamiz. Xizmatimizni ham qanaqa taklif qilamiz? Men senga mana shu narsalarni qilib beraman, buning uchun mana bunaqa komanda ishlaydi, sendan buncha natija bo'ladi, shunaqa narsalar qilib bera olaman men. Men orqali katta narsalarga erishishim mumkin. Yo'q, u narsaga avvalo birinchi muammosini qanday qilib hal qilish yo'lini ko'rsatish kerak. Aynan shuning uchun ham u sizning oldingizga keldi. Muammosiga qanaqa yechim topa olishini bilish kerak. Siz qilib beradigan narsa emas, ya'ni o'zi qanaqa muammoga yechim topa oladi. Shu narsani ko'rsatib bera olsangiz, mijoz siz bilan ishlashga deyarli tayyor bo'lishi mumkin. 6-savol: ular yashirincha nimalarni eng ko'p xohlashadi? Ko'pchilik aytmaydi bu narsani. Bu narsani ham kimdir bitta suhbat jarayonida bilib olishi mumkin yoki kimdir 2-3 marta gaplashganda bilib olishi mumkin. Kimdadir bor narsani o'zida xohlashi mumkin, lekin ommaga ko'rsata olmayotgan bo'lishi mumkin. Yoki qiynalib bo'lishi mumkin. Yoki kamera oldida gapira olmayotgan bo'lishi mumkin, lekin juda ham xohlaydi, xohishi bor, chiqmoqchi media sohasida. Yoki bo'lmasam franshizalarini kengroq tarqatmoqchi. U narsani haligacha qila olmayapti, lekin u narsani xohlaydi. Agar siz orqali shu narsani ko'radigan bo'lsa, albatta siz bilan ishlashga tayyor bu inson. 7-savol: ularning o'z lug'ati, jargoni bormi? Qaysidir biznes egalari yoki qilayotgan biznesini qanaqadir ajralib turadigan xususiyati bormi boshqalardan? O'sha narsani ham bilib olishingiz kerak. Bu narsa sizga juda ham asqotadi, agarda uni afzalligi yoki minus tarafini bilib oladigan bo'lsangiz. 8-savol: ular bugungi kunda sotuvlarini qanday qilishmoqda? Ya'ni ularga kelayotgan mijoz qayerdan kelyapti va nima uchun ularga tashrif buyuryapti? Instagramdan kelyaptimi, Facebookdan yoki WhatsAppdan yoki hali ham offline tarzda sarafan marketingdan foydalanyaptimi yoki yuzma-yuz birga bir ko'rishib mijozlarni olib kelib mahsulotini sotyaptimi? Bu narsani ham bilish juda ham muhim. Chunki har bitta mijozingiz bugungi kunda mahsulotini qanday sotayotganini siz bilishingiz kerak. Va nihoyat 9-savol: kim ularga sotmoqchi bo'lgan narsani sotmoqda va qanday qilib sotyapti?
ularning ya'ni raqobatchilari kimlar? Bu narsani ham albatta bilish kerak. Har bitta o'z biznes egasi bugungi kunda bozoridagi raqobatchilarini biladi. Siz o'sha raqobatchilarni analiz qilib, ular qanaqa sotayotgani va ularda ustunlik tomoni nimada ekanligini bilishingiz kerak bo'ladi. Va shu orqali siz ishlayotgan mijozingizga ularda takrorlanmagan holatda uni mijozlariga boshqacha taklif yarata olish imkonini qo'lga kiritishingiz mumkin. Ushbu 9 savolni agar siz amalda qo'llaydigan bo'lsangiz, har bitta mijoz bilan gaplashgan vaqtingizda mahsulotingizni qimmatga sotishingiz ham mumkin va o'z xizmatingizni osonlikcha taklif qila olish imkoniyatingiz bo'ladi. Va bu narsa siz mijoz bilan qancha vaqt davomida ishlasangiz ham sizga yechim kaliti bo'lib xizmat qilishi mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda uchrashguncha.